Ortimda turgan binoda O'zbekiston tarixi davlat muzeyi joylashgan. Poytaxtimizga tashrif buyurgan har bir sayyoh bu yerga kelishni xohlaydi. Chunki davlatimizning so'nggi 3000 yillik ilmiy, siyosiy va madaniy hayoti haqida hikoya qiluvchi eng katta tarixiy maskan aynan shu yer. Bu yil O'zbekiston tarixi davlat muzeyi o'zining 150 yillik yubileyini nishonlamoqda. Odatda bu yerda xorijiy tashrifchilar juda ko'p bo'ladi. Ammo 2024-yilda rekonstruksiyaga yopilgan bino mana hozirgacha ochilgani yo'q. Rekonstruksiya jarayonlari qanday ketyapti? 2026-yilda muzey ochiladimi? Bugun shu masalaga oydinlik kiritamiz. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi binosi Madaniy meros agentligini ro'yxatida turadi. Mana shu 20-asr avangard arxitekturasini namoyon etuvchi bino sifatida va mana shu binoni tashqi fasad qismlari va uni ichki, uni kommunikatsiya tizimlari mana shu salkam 50 yildan beri ta'mirlanmaganligi uchun ham mana shu zarurat tug'ildi. Mana shu muzey yaqin kunlarda ochilishi rejalashtirilgan va bu muzeyni shu yangi qiyofasi, tarixiy mana shu voqealarni yangi talqini, yangicha bir yondashuvlariga bizni tashuvchilarimiz muzey ochilgandan keyin baho berishadi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasi mana shu O'zbekistonni tarixini qadimdan to bugungacha bo'lgan davrini o'z ichiga oladi va O'zbekiston tarixini yaxlit tarzda namoyish etuvchi yagona muzey hisoblanadi. Va albatta biz bu yerda hamma tarixiy davrlarni kengroq yoritishga harakat qildik. Ayniqsa mana shu 1-2 Renessans davrlarini, xonliklar davrini, mana shu 16-asrdan boshlab to 20-asrgacha bo'lgan davrlarni ham kengroq talqin etishga harakat qildik. Rekonstruksiya uchun vaqtincha yopilguniga qadar ko'plab respublika va xalqaro miqyosdagi tadbirlar o'tkazilgan bu muzey yiliga 200 mingga yaqin tashrifchilarni qabul qilgan. Hozirda ushbu jarayon to'xtab qoldimi? Statistik hisobotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 23-24-yillar davomida O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va uning filiali Toshkent muzeyiga 150 mingdan ortiq tashrifchi tashrif buyurgan. Bular 18 yoshgacha bo'lgan, ya'ni yoshlar, ularning ichida ya'ni xorijiy fuqarolar bor, mahalliy fuqarolarimiz bor. Hozirgi kunda muzeyda rekonstruksiya, ya'ni ishlar amalga oshirilayotganligi sababli ya'ni barcha O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga kelmoqchi bo'lgan tashrifchilarni biz filialimiz bo'lmish Toshkent muzeyiga yo'naltirmoqdamiz. Bu yilgi hisobotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, Toshkent muzeyiga yo'naltirilgan tashrifchilarimizning soni 28 mingdan oshiq bo'lib chiqdi. Shulardan 2 mingdan oshiqi xorijiy fuqarolar hisoblanadi. 2026-yilda ushbu muzeyning 150 yillik yubileyi keng nishonlanishi, yangilangan ekspozitsiyaning ochilishi kutilmoqda. Bu muzey birinchi Toshkent muzeyi nomi bilan tashkil etildi. U bir necha nomlar bilan o'zgartirilib, mana shu kungacha mana shu muzeyni faoliyati davom etib kelyapti. Va 2026-yil o'ylaymanki, mana shu O'zbekiston tarixi davlat muzeyini 150 yilligiga shunaqangi chiroyli ta'mirdan chiqqan muzey sifatida kirib keldi muzeyimiz va yaqin kunlarda uni ochilishini biz e'lon qilamiz. Deyarli ta'mirlash ishlari tugallandi va bu yil mana shu o'zimizning mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda uni 150 yillik yubileyini o'tkazishni ham rejalashtirib qo'yganmiz.